Hey yo, barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan yana Victoria kanalida ko'rishganimdan xursandman. Yebich oldingizga narsalarga oling, kanalga obuna va like bosishni unutmang. Bo'lmasa biz videoga o'tib ham bo'lganmiz. Xo'sh do'stlar, bu yerga Chempionlar Ligasi emas, Flashbackni yana 3-haftasi kelibdi. U yerda Rodri, Rafael Leao, Martinez, Marco Kurella, Hernandez kelibdi, Nico Williams, Ruben Neves, Maguire, Morata bor edi, Griezmann kelibdi, Depay, Said Mahaji. Xo'p, bular endi qiziq emas. Xo'p, menga kimlar kelibdi? Men ko'rmaganman buni. Yo, Ronaldo, Zubastik kelibdi, Matthijs kelibdi, Roberto Carlos kelgan ekan. Bunisida Ginola Vieira Stam kelibdi. Yaxshi do'stlar. Bugun bularni olamiz. Xo'sh do'stlar, sizlarga ham besplatniy Chempionlar Ligasi o'yinchi besplatniy 5 ta 117 dan bittasini tanlab olish berdimi? Masalan, menga berdi. 200 ta draft olishga ulgurmay qolganim uchun Chempionlar Ligasidan Grecher'da oldim. Grecher 117 besplatniy 5 tasidan bittasini tanlashni Ribery'da oldim do'stlar. Qanday o'ta zo'r bo'ldi. Ribery'da olganim. Benzema bilan Ribery ikkalasi ham Ramazan turibdi. Zo'r turishdi. Over 119 qildim do'stlar. Bu yerda Amiri o'rniga Declan Rice qo'ydik, Rafinha o'rniga Ribery'ni qo'ydik, Koundé o'rniga James Wade qo'ydik. Bu yerlarda o'zimiz bilan qo'yganmiz, Guerrero, Husanov, Maldinilarni o'rniga qo'yganmiz do'stlar. Xo'p, kirsak yana bu yerda nimalarimiz bor? Xo'p, yana qaytib kelibdi onovi. Biz bugun Visatokani yana bitiramiz. Visataka hozir yaxshi ketmoqda. Agar bunaqa bo'lmaganda ham kirmasdik. Xo'p, bu yerda nima bor? Bu yerdan mononga kirsak demoqchi edim. Bu o'ynab bo'lgan ekanmiz. Xo'sh, yana nimalar bor bu yerda do'stlar? 1500 2500 bo'ladigan bo'lsa, mononi bitirib qo'yaylik do'stlar. Hop, birinchi o'yin ketdi. Va ya'ni 5 darajaga chiqdik. Voy, yutqizdimmi deyman. Kada bu nima bo'lsa? Nima bo'ldi? Plak? Meni shansim ko'proq ekan-ku. Bu biz sostavchi. Mana 111, 113 ko'p ekan buni. Atak normalniy do'stlar. Va Benzemani bugun omad kelmayapti. Hop. Vardı ekan buni. Mikrofon, telefon, Gianluigi Buffonmi? Buffon. Hop. Ibi. Ribery. Tep. Kino. Yutyapmiz do'stlar. Hoppa. Maldini'ni 117 to'rtchi keldi-yu. Bu hali ham 111 to'rtchida yuribdi. Tushmagan shekilli. Bu bo'lib yuribdi. Bu bitta to'pda 100 soat nima qilib yuribdi. Qo'ylab yuribdi. Yaxshi! Benzemani udar va kuchli bo'lib ketibdi. O'tgan safar do'stim bilan o'ynayapmiz. O'rtadan tiqib qo'ydi gol. Like va obuna. Voy, videoni boshida ham aytganman. Hop, yana. Yana. Zato 5-1. Direkt do'stlar. Roberto Carlos. Vergemachi. Ibi
bugün meni omadim kelyapti-chi. Mazzaku. Meni sostavcham. Uni sostavchasi bir zamonotniki. Mayli, baribir yutamiz. Roberto Carlos. Hoppa, mana Benzema tiqib qo'ysa-da mana shu yerda. Любой bitta obunachimga 1000 TFC point. Amin. Bo'ldi, mana shu yerdan chiqsa 1000 TFC point beraman. Ibi. Hop, hoppa. Mana shu yerdan tiq Benzema. Shu. Hop. Ovoz chiqmay qolmadimi do'stlar? Ovoz chiqmay qolmadimi? Uzr agar ovoz chiqmay qolgan bo'lsa, aka bo'lmaslar. Bunday qilamiz. Ibi. Ay boshim. Ibi. Nima qilyapti? Voy. Bol qatma. Hop. Voy. Yaxshi do'stlar. Zo'r. Hop. O'ynaveramiz, hech nima emas do'stlar. O'ynaveramiz. Hop. Eden Hazard Egehan. Hoy, yutsa bo'ldi buni. Hazard bor ekan. Ana Gulitni ham onamdan olib chiqildi ona, bratdan. Birinchi o'ynaganimiz. Gulit besplatniy 117 tiladi. Mashinani olib chiqildi, brattanimiz. Mana Hazardni ham mashinani olgan, mana brattanimiz ham. Ikkita 117 sini ashitdan olgan. Hop. Do'stlar, men sizlardan rosa xafaman. Nimaga? Chunki menda 18 ta obunachi. Nechta mana like'larni xuddi shunday ko'paytiryapsizlar. 2300 tishich mana prosmotr yaqin. 2300 prosmotr yaqin. Men obunachini qaranglar do'stlar, nimaga bunaqa qilyapsizlar? Men sizlardan ancha xafa bo'lyapman. Va menga obuna va like bosishni unutmanglar. Iltimos, menga shu kerak bo'lyapti. Barchangizga rahmat. Vaqtni bo'lganim uchun uzr. Bo'lmasa biz videoga o'tamiz. Sizlarni ko'p cho'zib qo'ymaylik. Xo'p do'stlar, qaytdik videoga. Aytganimdek obunachini ko'paytirsanglar bo'ldi. Hop, ibi. Ha bo'ldi. Hali ham turibdi. Ketdi. Kim o de Paul? Paul yutkazdı bu ya. Ustali yutkazdı bu. Aha. Paul yutkazıptı menimcha o'ylashim bo'yicha. De. Fasta desene. Oho. Bu yaxshi ekan lekin 118 ekan. Nasıl yaptın o? Benzema. Uy! Vay golda qaranglar. Vay dot. Ay! Golare. Ay. Oraya yaptı. Nay.
Boy anasını gelirsin. Tık. Nerede ciğerler? İyi. Reis. Mahalle komitesi reisi. Messi. Pepsi. Orlandinho. İbimo. Yutkızıyor beni. Rüzgar'a olsa bir gürme benzemez yutkızıyor biz. Tak. Vay. Hop. Dostlar davay. Hoş dostlar, özür dilerim geç kalkıp ettim. Çakırı bu olur, işlemez. Doğru. Bana soğuğa berişmedi mi? Hazır menge? Yok berişti mi? Ben size katışamıyorum onu. Uy. Hop, yana quest'ten bizga palaga berishdi. Shu ustaqiladigan bo'lsak 20 mingta James Villa degan Gilla Faka degan formalarni ham berishar ekan. Bu yerda nima berishdi bizga? Bo'ldi. Hop, do'konda nimalarimiz bor biz hozir? 1500 ta hali ham to'plaganimiz yo'q. Uncha o'shaning uchun hozir pak ochishga pulimiz ham yo'q. Hop, Italiya seriyasidan hech nima ololmaymiz hozir. Hop, yana nimalar qilsak bo'ladi hozir bu yerda? Hop, to'xtanglar mana. Bundan ochamiz. Mana pakdan ochamiz. Yurib ketsa, mana. Chiq, mana. Yurib ketsa bo'ldi bizga. Yursin, iltimos, yursin. Oxirida yuradi yo'q bu. Yurmadi. Va, bekardan ketdi hamma pulim. Hech nima yo'q, maqsa bo'ladi. Ana. Alçık. Hop. Quest'ga kiramiz. Quest'ga kirganda mana FIFA Mobile degan joy bo'ladi. Mana bo'lmadi. Qaysi biri ham edi? eSport. Hop, Premier League eSport bo'yicha boshlash kerak. Yo'q. Mana Chempionlar Ligasidagini bitirishimiz kerak. Hop, bittani olishimiz kerak hozir. Ko'rishimiz matchda UEFA. Mana hammasini bitirsak beraman buni. Героизм. Выиграйте матч, забейте не мне 2 голов, атакующим забейте не мне 2 голов, атакующим полузащитником. Чунда. Забейте не мне 2 голов, атакующим полузащитником. Выиграйте матч. Bo'ldi, gap yo'q. Boplaymiz hozir. Zashnilar bilan gol uramiz. Hop. Ben şimdi her zaman yutkuzatıyordum. Bu sefer yutkuzmasam gerek.
Çünkü kuchliyken avtoga qo'yib o'ynasam ham bo'lmayapti. Hech qaysi birida bo'lmayapti. Ishonmasa hozir avtoga qo'yib qo'yaman. Mana. Hop. Katta Maldini bilan gol urib kelamiz hozir bitta. Bitta gol urib kelsak, keyin ikkinchisini Husanov bilan urib kelamiz. İyi, Husanov pas Grecher'da maydonga tushirib, bu tezligi yaxshi ekan. Grecher'da maydonga tushirib, ashim bilan gol uramiz. Ikkita gol urgandan keyin qo'yganlarni faqat napadashi bilan gol urib kelamiz. Voy, qiyin. Ay! Zo'rg'a kelganim qoldi. Zabitya ne dve golov deyapti. Kimlar bilan gol urishim kerak hozir men? Menga ikkita gol urmang. Nima napadashiylar bilan, polzashitnilar bilan menga ikkita gol urmang deyapti. Tushundim. Ketdik Maldini. Aha. Shoshilmasdan anaqa tezlikni berib. Ay, parotni berib demadim, tezlikni berib dedim, Maldini. Ketdi. Parotni bermaymiz, yani tezlikni beramiz. Parotni emas. Parotni berma, bolam. Tinchgina parotni bermagin, iltimos. Riberi. Ketdi Husanov. Hamma Barsa qo'rqadi Husanovdan. Demoqchidim. Yo, qanaqa kuch qilishgan. Undan ko'ra 115 Musul bilan o'ynab qo'yganim yaxshi edi. O'tib ketdi. Qoyil. Ajabo dedi. Ajabo. Husanov! Nima qilding? Qale, direktorda qo'yaman uni. Bo'zur. Aha. Oyun 73. dakikası уже. İyi. Nima qilyapsan? Yutkazamiz bunaqada jigarda. Xo'sh. Hop. Ikkita gol urishga ulguramizmikan? Yutkazdik ya. Qiyin. Oshya qiyin. Qanday o'ynayman? İkinci gol urish haqida turibdi. Bu Kurtuva ham turibdi. Kim edi? Joan Garcia. Bo'lmasandan keyin tugaydi. Bo'ldi, tugadi do'stlar. Nima ham qilardik? Bab yutkazamiz. Mayli, emas do'stlar. Yana nima qilsalar bo'ladi? Shuni o'zib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Xo'sh. Başa o bilan chiqamayib ketdi.
Подписка, layk bosishni unutmayman do'stlar. Iltimos, menga podpiska bilan laykalar olsa kerak. Do'stlar, videoni shu joyda yakunlaman degan umidda edim. Xo'sh do'stlar, video yoqdimi degan umiddaman. Barchangizga xayr, salomat bo'linglar. Men bilan Victoria kanalida bo'ldinglar. Barchangizga xayr, salomat bo'ling.